Do'stlik tuman qishloq xo'jaligida ekologik toza va samarali yechimlarni joriy etish borasida muhim qadamlar qo'ymoqda. Bu borada so'z ketganda tumandagi o'simliklar karantini va himoyasi fitosanitar davlat karantin bo'limi tomonidan Zafar fermer xo'jaligi dalasida fermer xo'jaliklariga dala maydonlarida biomahsulot bilan to'g'ri ishlash va uning afzalliklari mavzusida amaliy seminar o'tkazildi. Tadbirda mahalliy fermerlar, agrotexniklar, biolaboratoriya xodimlari va mutaxassislar ishtirok etib, biomahsulotlardan samarali foydalanish usullari, ularning hosildorlik va mahsulot sifatiga ta'siri haqida fikr almashdi. Ayni paytda tumanda faoliyat yuritayotgan 7 ta biolaboratoriya 12800 gektardagi g'o'za parvarishi uchun ekologik toza, inson salomatligi uchun xavfsiz biomahsulotlar bilan ta'minlab kelmoqda. Bu esa nafaqat hosildorlikni oshirish, balki yerning tabiiy unumdorligini saqlab qolishda ham katta ahamiyatga ega. Biz Do'stlik tumani Xo'jam Isroilov nomidagi Zafar fermer xo'jaligining G'o'za dala maydonida turibmiz. Bu yerga biolaboratoriya mudirlari, karantin inspektorlari hamda biolaboratoriyaning ishchi xodimlari yig'ilganmiz. Bu o'quv seminar o'tkazishimizdan maqsad mana hozirgi kunda dolzarb masalalardan bo'lib turgan shira tripsga qarshi kurashish bo'yicha o'quv seminarlari bo'lib o'tyapti. Mana shu o'quv seminarimizda mana Abdurazzoq aka va o'smirlar karantin inspeksiyasining boshlig'i Fayzul aka hozir seminar tushunchalar berib o'tdi. Bizning asosiy maqsadimiz mana shu davrgacha yetishtirilgan g'o'za maydonlarini saqlab qolish, uni kasalliklarni oldirish maqsadida mana shu tadbirlar amalga oshirilmoqda. Do'stlik tumanida biomahsulotlardan foydalanish bo'yicha targ'ibot va amaliy ko'nikmalarni oshirishga qaratilgan bunday seminarlar fermerlarning bilim va salohiyatini oshirish, qishloq xo'jaligida yuksak samaradorlikka erishishga zamin yaratadi. Bu kabi amaliy muloqotlar orqali fermerlar o'z maydonida ilmiy yondashuv bilan ish yuritadi. Yurt hosili mo'l, aholi dasturxoni barakali bo'ladi.